أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15. Sure Hicr Mekke'de nazil bo'lgan 99 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Ra. Bu kitap roşan Kur'an'ın ayetleridir. Kafirlar kıyametning dehşetini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchi deb armon qiladi. Ey Muhammad, ularni yana kuffarlarni mayliga qo'yvat. Yeb ichib, o'ynab kulib yursin. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Biz qandaqli bir shaharni halok qilayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qandaq ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgir surilmaydi, ham kechiktirilmaydi. Ular aytdi: "Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingni rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga olib kelsang-chi, farishtalarni faqat haq asosida nozil qilamiz. O chaqda ularga muhlat berilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Shubhisizki, seningdan ilgari burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ular o'zlariga payg'ambar kasili uni masxir qilishdi. Shundoq masxir qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi, bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tot payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning aloq qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan, ular uningdan osmonga o'rlab olami arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balkim sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Biz osmonni burujlarni yaratdik va ko'zatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlarga o'g'irliqchi quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetdi. Ya'ni halok qildi. Yer yuzini yeyib keng qildik. Onunga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemak-ichmaklarini sizlar emas, biz yaratamiz. Qandaq narsa bo'lsin, uning xazinasi bizning dargoyimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib sizlarni sug'ordik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ltiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob bilish va jazolash uchun ularni yig'di. Alloh haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguvchidir. Shak shubhisizki, biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yasilib shakliga kirgizilgan, cheksiz jironglaydigan quruqloydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yalqindan yaratgan edik. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yasilib shakliga kirgizilgan, cheksiz jironglaydigan quruqloydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. Iblis qaralaydan yasab shakliga kirgizib, cheksiz jironglaydigan quruqlaydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas dedi. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol, haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin." Iblis: "Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin. Meni hayot qoldirgin" dedi. Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi" dedi. Iblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun
yer yüzüde odam bolalarga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman, ularning hammasini albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalarning buningdan mustasno. Allah aytdi: "Bu tanlangan bandalarning yo'li mening to'g'ri yo'limdir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi." Shubhisizki, dozaq ular, ya'ni iblis va uning tavalarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lik odam bor. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yap-yeshil bog' bo'stonlardan suv, asal va may iqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Ularga jannatga omon esan, tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qirindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltiradi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limi mag'firat qiluvchiman, nayt rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ularga Ibrohimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. O'z vaqtida farishtalar Ibrohimning yeniga kirib salom berdi. İbrahim biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. Ular qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'g'iningda nihoyat bilimlik bo'ladigan bir o'g'il yana Ishoq bilan xushxabar beramiz dedi. İbrahim men qayergan tursam, menga bola bilan xushxabar berdinglarmi? Menga nim bilan xushxabar beryapsizlar dedi. Ular biz sana rost xushxabar berdik. Noumid bo'lmagin dedi. İbrahim Parvardigorning rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumid bo'lar dedi. İbrahim ey elchilar, nima ish bilan keldinglar dedi. Ular aytdi: biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lotning tavalari buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lotning tavalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. Faqat Lotning xotini buningdan mustasno. Biz onun çoxum başqalar bilan billa azoblanganligini oldin bekitdik. Elchilar Lotning oilasi kelgan chaqda Lot sizlar haqiqatan notonish odamlar dedi. Ular aytdi: "Undaq emas, biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shakillanayotgan azobni olib keldik. Biz sana haqiqatni olib keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. Kechining oxirida oilangdagilarni elib yo'lga chiqqan. Özün ularning orasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar." Saharda bular, ya'ni Lotning qavmining yiltizi quritiladi, ya'ni talto'kis salah qilinadi degan hukmni Lotga vahiy qildik. Sadom shahrining aholisi, ya'ni Lotning qavmi xushal bo'lishib yetib kelishdi. Lot aytdi: "Bular mening mehmonim. Ularga chiqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar, mehmonimni xorlash orqali meni xorlamanglar." Ular biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik dedi. Lot: "Bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar chiqilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar" dedi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tangirqab yurishadi. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qqan yuzlandi. Biz shu shaharni ostin ustin qilyaptik. Ya'ni gum to'mirayaptik. Va ularning ustiga yomg'irdak sapal tash yog'dirdik. Uningda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. O shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmo mavjud turmoqda. Buningda mu'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Aykaliklar, ya'ni Shuayb qavmi shubhisizki zolim edi. Ya'ni kufrda haddidan oshganlar edi. Shuaybning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular yana bu ikki shaharning har ikkisi shubhisizki oshkor yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? Hijrliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Ularga mo'jizlarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan chish to'gi chiqarishdek qudratimizga dalolat bo'ladigan mo'jizlarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizlardan yuz o'rdi.
Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y soladi. Lekin qattiq cho'qqan sahardala ularni halok qildi. Ularning qilgan emgaklari o'zlariga asqatmadi. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nadallar bilan tang bo'lmagin. Ularga chiroyli muomalada bo'lgin. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir, bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, yana sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana nozil qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahramon qilgan narsalarga ko'z solmagin. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Mu'minlarga kamtar bo'lgin. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degan. Parchalatuvchilarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga Tavrat bilan Injilni nozil qilgandek, sana sura Fatiha bilan ulug' Qur'onni nozil qildik. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Qur'onni parcha-parcha qilyapti, ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular yana xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sana buyurganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'ttirg'i qo'ygan. Mushriklarning masxirlariga parvo qilmagin. Seni masxir qiluvchilarga biz cho'qim tetiymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih etqin, ham sajda qiluvchilardan bo'lgin. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin.